Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli vatandoshlar. Qudratullo o'z kanalining qadrli obunachilari, inshaalloh bugun biz Gunoz opamiz yoniga keldik. Umra ziyoratiga ishonchli litsenziyalangan firmadan bormoqchilar uchun mana hozir Gunoz opamizdan qisqacha intervyularni qilib beramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib bittadan laykni bosib qo'yinglar videoga. Videomiz ko'proq odamga tarqaladi. Assalomu alaykum opa, obunachilar bilan bir qator salomlashib, o'z haqingizda bir qator ma'lumot beraverasizmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Opa, qaysi kunlarga reyslar bor sizda hozir? Xo'p, hozirgi kunda Toshkentdan deyarli har kunga reyslarimiz bor. Bu standart paketimizda, ya'ni 14 kunlik safarlarimiz. Ramazon oyiga bo'ladi. Ramazon oyiga 14 kunlik paketlar bor, 1 oylik paketlarimiz bor. Bu baraka paket deb nomlanadi, baraka paketimiz. Qayerlardan bor? Xo'p, Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar. Vodiydan, Vohadan ham bormi? Vodiydan bor albatta. Vodiydan ham bor, Vohadan ham bor. Baraka paketlari demak. Baraka paketlari demak. Baraka paketlarimiz. Aha, baraka paketlari demak Vodiydan bor, Vohadan bor, Toshkentdan ham bor. Undan tashqari qimmatroq paketlar ham bo'ladimi sizlarda? Haligi udobstvasi, yaqinroq gastitsasi, ziyoratlari ko'proq, haligi o'zingiz endi ota-onangizni jo'natsangiz baribir yaxshi sharoit talab qilasiz, o'shani hisobiga komfortmi, lyuksmi, qanaqa paketlar bor yana? Xo'p, bundan tashqari standart plus, ya'ni faiz deb nomlanadi paketimizning nomi. Bunda afzalliklari demak standart paketimizdan, ya'ni baraka paketimizdan ozgina farqlari bor. Ya'ni siz aytgandek, gastitsasi yaqin bo'lsa kerak. mehmonxona sharoitlarida va yaqinligida Makkadagi haram hududidan masofasi bilan farqlanadi. Shular bilan farqlanadi va bundan tashqari maxsus paketimiz bor. Bu maxsus paketimiz afzal paket deb nomlanadi. Bu nima bilan afzalliklari bor maxsus paketinglarda deydigan savollarga javob beradigan bo'lsak, demak, bu yerda Makka va Madina shaharlaridagi 30 taga yaqin ziyorat joylariga sayr qildiriladi. Ya'niki muzeylar, saylgohlar, umuman ziyoratgoh joylari ko'proq ekan-da demak. Olib boriladi, ziyorat joylariga. Makka va Madina shaharlarida 50 boshlar bo'ladi обязательно. Albatta, bu hamma paketimizda 50 boshi hamrohligida bo'ladi. 50 boshi nazorati ostida bo'ladi. Birga bo'ladi hojilarimiz bilan hamisha. Gastitsalar yaqin bo'ladi, Makka va Madinada ham demak. Ramazon oyiga qabullaringiz boshlandimi? Qaysi kunlarga reyslar bor? Xo'p, Ramazon oyiga paketlarimiz ancha bo'lgan ochilganiga, xo'p, shoshilib qolishlarini so'raymiz. Ramazonga ulgurib qolish uchun to'liq 1 oylik paketlar, bundan tashqari 14 kunlik paketlarimiz. Narxlariga menimcha to'xtalib o'tsak yaxshi bo'ladi. Albatta, narxlarni aytib o'tsangiz, eng qiziq joyi ham o'z obunachilarimiz uchun narxlari bo'ladi. Ha, qolgan odamga ham qanchadan qiziq bo'ladi? bo'lsa, ma'lumotlarni yetkazaveramiz. Xo'p, ya'ni standart paketimiz, baraka deb nomlanadigan paketimizga keladigan bo'lsak, bu $1100 belgilangan hozirgi kunda. Xo'p, demak, bundan tashqari standart plus, ya'ni faiz deb nomlanadigan paketimiz bu $1250 hisoblanadi. Bu 14 kunlik Ziyoratlar paketimiz. ko'proq, gastitsasi yaqinroq bo'ladi albatta buni. Servis ham balandroq bo'lsa kerak a? Servis xizmati ham ancha farqlanadi. Xo'p, endi bundan tashqari maxsus paketimiz, ya'ni Afzal paketi. Afzal paketimiz, to'g'ri aytdingiz. Afzal paketimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $1350 dan belgilangan. Ovqatlar qanaqa bo'ladi opa? Xo'p, Ramazon paytida albatta saharlik, iftorliklar, Saharlik beriladi, iftorlik beriladi. Nechidan nechagacha bo'ladi? Xo'p, Taraveh o'qib kelsa ovqat bo'ladi-a bemalol? Albatta, Ko'pchilik shuni so'raydi. Qaysi mahalda kelsa ham albatta saharlik, iftorliklari bo'ladi. Vaqt topilguncha. Peshin mahal emas, endi Ramazon oyida o'zi deyarli hamma biladi, qaysi vaqtda o'z mehmonxona tartibi bilan 50 boshimiz birga hamrohligida o'zi tushuntirib olib yuradi. Qaysi vaqtda majlislar uyushtirib, qaysi vaqtda qaysi nimada nechidan nechigachaligini albatta 50 boshlarimiz to'liq ma'lumotlarni berib yurishadi albatta. Standart paketlaringiz-chi? Xo'p, standart paketlarimiz xuddi shunday Ramazon paytida saharlik, iftorliklar bilan bo'ladi. Bundan tashqari 1 oylik paketlarimiz, ya'ni 30 kunlik emas, 30 kundan ortiq bo'ladi. Eng kamida 35 kunlik paket bo'ladi. Bu paketlarimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda $1700 dan belgilangan. 14 kunlik, demak 35 kunlik paketlar ham bor sizda, shundaymi? Xuddi shunday 1 oylik to'liq ro'zalarni o'sha yerda tutib ibodat qilib kelamiz deganlar uchun.
Hurmatli obunachilar, pastda raqamlarni qoldiramiz. Gulnoz opamiz operatorlarining raqamlarini. To'liq va batafsil ma'lumotlarni opamiz operatorlaridan bemalol olib, o'zingizlar joylarda opamiz firmasidan Hikmat Travel'dan bron qilsanglar bo'ladi. Albatta, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda yana qiziqarli videolarni olib kanalimizga joylab boramiz. Bittadan like deb bosinglar, video ko'proq odamga tarqaladi. Kanalga podpiska qilinglar. Arzon narxlarda tur paketlarni, umr paketlarini chiqarib boramiz albatta. Xayr hammaga. Salomat bo'ling.